Ishbilarmonlik faolligi indeksi iqtisodiy jonlanish, biznes rivojlanishining muhim barometri hisoblanadi. Mazkur barometr mezonlariga ko'ra O'zbekistonda ishbilarmonlik muhiti barqaror o'sishda davom etmoqda. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi ma'lumotiga ko'ra, joriy yil oktyabr oyida mamlakatimizda ishbilarmonlik faolligi indeksi 1319 birlikni tashkil etgan. Bu sentyabr oyiga nisbatan 31.9%, ga, o'tgan yilning mos davriga nisbatan esa 34.2% ga o'sish demakdir. Hududlar kesimida qaraydigan bo'lsak, Qashqadaryo viloyati eng yuqori o'sish sur'atini qayd etgan. Xususan, Qashqadaryoda 69.2, Surxondaryoda 44.8, Toshkent shahri 43%, ga, Samarqand viloyatida esa 42.1% ga sezilarli darajada o'sish kuzatildi. Biznes faolligi oshganining yana bir muhim ko'rsatkichi banklararo to'lovlardir. Oktyabr oyida banklar o'rtasidagi to'lov operatsiyalari soni 6.571.000 tani tashkil etgan. Bu o'tgan oyga nisbatan 6.2% lik o'sishni anglatadi. Bu ko'rsatkich o'tgan oyga nisbatan 386.8 ming tranzaksiyaga ko'p degani. Ushbu davrda banklararo to'lov operatsiyalari bo'yicha faollik 12 ta hududda ortgan bo'lib, xususan Sirdaryoda 12%, ga, Qashqadaryoda 10.2%, ga, Xorazmda va Toshkent shahrida 7.8% ga o'sish kuzatilgan. Birja bozoridagi faollik ham indeks o'sishiga eng katta ta'sir ko'rsatgan yo'nalishlardan biri bo'lgan. Birja savdolarining umumiy aylanmasi o'tgan oyda 702 trillion so'mni tashkil etib, sentyabr oyiga nisbatan 10.4% ga oshgan. Ekspertlarga ko'ra, bu to'silgan bitimlar sonining va har bir bitim bo'yicha o'rtacha hajmning ko'paygani bilan izohlanadi. Birja savdolaridagi ushbu faollik qurilish materiallarida, ya'ni qayta ishlangan qora metallarda 7.2 baravarga o'sishni qayd etgan. Joriy yilning 1-noyabr holatiga respublika bo'yicha 4034 ta yirik tadbirkorlik subyektlari va 395.777 ta kichik korxonalar faoliyat yuritayotgan bo'lib, ushbu raqamlar joriy yil boshidan buyon o'sish tendensiyalarini saqlab kelmoqda. Intellektual mulk sohasida esa pasayish kuzatilgan. Oktyabr oyida yuridik shaxslar tomonidan 450 ta savdo belgisi ro'yxatdan o'tkazilgan. Bu ko'rsatkich o'tgan oyga nisbatan 0.7% ga kam. Tahlil natijalari 2025-yil oktyabr oyida mamlakatimizda ishbilarmonlik muhiti barqaror o'sishda davom etganini yana bir bor tasdiqladi. Bank operatsiyalari, birja faolligi va yangi korxonalarning ko'payishi iqtisodiyotdagi ijobiy dinamikaning amaliy ifodasidir.